bolajoni. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yib qo'yingizni olasiz. Jinnisan to'roningda nimani olyapsan? Duoyimni ol jinni. Kechiring, xayr. Voy bolajonim, ey. Ha, turqing qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichib ketib qoldi ona. Chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. Tumsu pyari kis. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Senda Gadoyboy o'g'lim yaxki. Ota, endi mening ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishadi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char sendirni, o'char. Xoli. Eski mashara nima qilyapsan? Oyijon, bugun Xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eri uchun tutiladi-ku. Mana uni qoshingga taqquncha ishton kiygutinglar. Quridimi? Qo'shni! O qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlikka o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandina. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti meni. O'zicha xinchakina qilyapti bu Amerika shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitaman? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning boshli mutaxassis bo'lardi. Bu yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Ay dadasi, hamsoyamizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'ldirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga